Barchaga salom qadrli obunachilarim, sizlar bilan men yana o'sha kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar qadrli obunachilarim. Videomiz boshlanmasidan oldin tezroq kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biza birga bo'lishimiz kerak. Prosmotrlar ingo bo'lyapti, lekin obuna bo'lmayapsizlar. Tezroq obuna bo'linglar. Men ekinlarimni yig'ishtirib olishim kerak. Yana bu qo'shnini ham ekinlari o'sib qolibdi. Bu ekinlarni ham olib merga eritib beraman. Stop. Yo'mayo, mani ekinlarim qani? Ko'rsin. Yo'mayo, nima mana bular? Obunachilar, mani ekinlarim qani? Yo'mayo, ko'rsin qanday bunaqa bo'lib qoldi? Mana bu yerda ikkita yama bor. Bittasi oltinlik va bittasi olmoslik. Ko'rsin qanday kelib qoldi bu ikkita chuqurlik? Men buni umuman bilmayapman. Ko'rsin o'zi nima bo'lyapti? Ikkita smaylik, bu qurolniki va bu jonniki, ya'ni yurakniki turibdi. Yo'mayo, mana bu narsalar qayerdan kelib qoldi? Men haligacha tushunmayapman. Ko'rsin oltinlik va olmoslik va ana bu qo'shniniki ekinlari turibdi. Nega aynan mani ekinlarim shunday bo'lib qoldi? Ko'rsin nima tushib ko'rsammikan? Tagida suv bor ekan. Nima deysizlar obunachilar? Kommentariyaga yozib ketinglar, tushaymi yoki tushmaymi? Lekin baribir tushishga to'g'ri kelyapti. Qurol va yurakcha qaysi biriga tushsam ekan? Tanlov juda qiyin hammayli. Mana shu qurolga tushsammikan yoki mana bu yurakkami? Farqlay olmayapman. Chunki o'ta qiyin tanlov obunachilar bu. Mayli, mana shu birinchi qurolga tushib ko'raman. Agar hech narsa bo'lmasa, mana bu almaslarga tushib ko'raman. Davay obunachilar. Yo'mayo, suvga tushdim. Yaxshi tezroq mana bu yerdagi eshikka kirish kerak. Hozircha hech narsa bo'lgani yo'q. Mana bu yerda nimadir ko'rinyapti. Yo'mayo, bu qanaqa? Salom kapot, meni taniyapsanmi? Ha, siz 13-chi qishloqni merisiz? Stop, siz qishloq merisiz, to'xta. Bularni hammasini o'zingiz qurdingizmi? Aha kapot, endi aniqlading. Men bularni barchasini o'zim qurib chiqdim va senga bugun shart beraman. Xullas, oxirigacha o'tsang senga priz bor kapot. Priz yo'qmi? Yana qanaqa priz? Shuncha narsani qurishga qanday vaqtingiz yetdi, mer? Mani odamlarim bor, ular juda ko'pchilik edi, o'shalar bilan qurdim kapot. Davay, mani shartimni bajar. Nima? Mana bu nima bo'ldi? Yo'q, oltin va olmoslik. Qaysi biriga tushsam ekan? Menga ko'proq olmoslar kerak. Let's go. Yo'q, bo'lyapman. Yo'mayo, men sizga gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Xo'p, davay, men bo'lmasam boshladim parkourdan uchishdi. Menga priz berilarkan, yo'mayo. Kapot, boyangi almoslikni men bu yerga tushsang sen o'lasing kapot. Yaxshiyam haqiqiy yo'lni tanlading kapot. Nima? Ko'rsin obunachilar, yana ko'rsin haliyam oltinlikka tushibman. Yo'mayo, bo'lmasam o'lib ketardim. Mana bu tortni qaranglar, ko'rsin. Yo'q kapot, yeyish esingga kelmasin. Mayli, lekin baribir yeb qo'ydim-ku. Mayli. Mana buni ustiga chiqdik, yaxshi. Qilich, qanaqasiga qilichni ustiga chiqa olaman mer. Mayli, okey. Xo'p, mana bu narsalar vobshe borgan sari kichrayib ketyapti-ku, ko'rsin. Hozir tushib ketasizdim, yaxshi. Nima? Tangalar? Kapot, bu qiyinlashtiradi to'g'ri, lekin sen o'ta olasan. Da, o'tishim kerak, okey. Yaxshi tushdim. Okey, va oxiringisi. Va mana janob mer, men o'tib bo'ldim. Stop. Bu yana qanaqa xona bo'ldi, mer? Menga tushuntirib bering mana bu tojni. Xullas kapot, tojni yig'ishing kerak, xuddi menikiga o'xshab. Qizil narsalarni topib qo'yishing kerak kapot. Va esburtli narsalarni ham.
Bo'ldi janob mer, men tushundim. Mana bu tojning narsasi, mana bu yerga qo'yamiz. Yaxshi, bittasini topdim mer. Rasmni ustida ham yana bittasi bor ekan. Okey, buni ham olamandagin. Mana bu tojning yoniga qo'yamiz. Xo'p. Endi bizga yana bitta qizil narsa kerak. Qani endi mana bu izmortni ham topdim. Yaxshi. Ajoyib, buni вообще ajoyibki bu izmort. Xullas buni mana bu tepasiga qo'yamiz va mana obunachilar вообще ajoyib bo'ldi. Xo'p. Kapot, hali bulardan adashmasam ikkita bor edi. Yaxshi, men yana bittasini topdim mer. Okey, xo'p, mana buni olamiz. Yaxshi, olib bo'ldim va buni mana bu yerga qo'yamiz. Mana bo'ldi. Qo'yil, kapot uddaladi, eshik ochildi. Bu yana qanaqa xona bo'ldi mer? Cherson. Kapot, sen bu yerda ekinlar o'stirishing kerak va hamma ekinlarni qilib bo'lganidan keyin to'g'ringdagi oq eshik ochiladi. Kapot, davay tezroq bo'l. Mayli, shu narsani qo'yish shartmidi? Ekinlar nima foyda beradi? Mayli, lekin shart ekan qilamiz, chunki oxirida priz bor. Mana buni joni tugayapti yuragi. 7 lekin qo'yil. Salgina qoldi sinishiga. Yaxshi. Xo'p, mana bu bug'doylarni endi ekib chiqamiz hammasini. Okey, iltimos sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar, chunki 99% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Mana eshik ochildi. Yaxshi. Bu qanaqa joy bo'ldi janob mer? Yo-mayo, mana bu narsalar menga nima kerak? Kapot, ortingga qara. Yo-mayo, chursin, mana bu yerda zombi turibdi-ku janob mer. Nima qilishim kerak men bu zombini? Xullas, bu o'zimizda qishloqdagi jitel, bu zombiga aylangan. Sen buni damlamalar tayyorlab tiriltirishing kerak bo'ladi. Kapot. Yaxshi, haliyam bu chiqib ketmaydi. Agar chiqib ketsam men o'laman. Yaxshi, bo'lmasam damlama tayyorlashni boshladik. Mana bu suvlarni olamiz. Okey, bu yerda narsalar kerak emas. Yaxshi, mana bu narsaga suvlarni qo'yamiz. Xo'p, endi mana bu otini bilmadim, bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bu bilan qaynatib bo'lamiz va bizga ko'z kerak bo'ladi. Naqadar jirkanch narsa. Okey, yaxshi, tezroq tayyor bo'lsang-chi lanat. Tayyor bo'ldi. Bu ko'zim kerak emas bizga, endi bizga poroxlar kerak bo'ladi. Xo'p, poroxlarni ham qo'yamiz. Qani tezroq tayyor bo'l, ozgina qoldi va manda damlamalar tayyor janob mer. Okey, mana bu yerdan oltin va oltin olmani olaman va xullas oltin olma yasayman-da. Mana yasab bo'ldim. Mana bunga berish kerak. Endi birinchi damlamani o'tamiz. Xo'p. Okey, mana va endi mana bu olmani tezroq berish kerak. Qani yeya qo'ysang-chi? Davay, okey, qani aylansang-chi? Yo-mayo, Kapot, men bu yerda nima qilyapman janob? Qanday bu yerga tushib qoldim? Bo'ldi, jitil, vahma qilma, sen zombiga aylanganlik deng. Mana seni eshikni ochdim, bemalol bu yerdan chiqib ketishing mumkin. O'zim ham bilganim yo'q qanday zombiga aylanganimni. Rahmat, Kapot. Okey, Kapot, davay endi sen oxirgi joyga yetib kelding, Kapot. Bu yerda nima qilishim kerak, janob mer? Xullas, bu joyni oltin narsalar bilan bezashing kerak va sen ana bu to'g'ridagi eshik ochiladi va senga kerakli narsalar sanduqda bor. Kapot, o'sha yerdan olishing mumkin oltinlik narsalarni. Xullas, bu yerda bezab tayli oltinlik narsalar bilan. Yaxshi, nima kerak shunaqa shartlar, lekin menga priz bor, priz вообще imba narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bunaqa narsalar qishloqqa kerak emas, chunki biz zamonaviy qishloq qilamiz. Okey, tezlashtirib yubordim, chunki video uzun bo'lib ketishi mumkin edi. Mana bu narsalarni, gilamlarni to'shasak, вообще ajoyib bo'ladi. Shundaymi janob mer? Albatta, xuddi shunday, вообще ajoyib chiqyapti, Kapot. Okey, obunachilar, sizlarga ham yoqyaptimi? Kommentariyaga yozib ketinglar va mana bo'ldim. Endi bu yerga oltin o'rindiqlarni, ya'ni skameykalarni qo'yib chiqqanmiz. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Xo'p, endi mana bu yerga bitta qo'yamiz. Yaxshi, endi bu yerga bitta qo'yamiz va endi bu yerga misir chelakni ham qo'yamiz yoniga, misir taylash uchun, chunki bu yer
Oltin qishloq deb ataymiz obunachilar, hammanglar iltimos sizlar obuna bo'linglar. Xo'p bo'ldi. Endi bu yerga chiroqlar kerak bo'ladi. Chiroqlarni qayerdan bo'lsak, mana bu yerga o'sib turib qo'ysak, yo'may buni qaranglar chiroqligini. Вообще ajoyib ekan. Iltimos sizlar obuna bo'lib videomga like bosib qo'yinglar. Okey, mana bu yerga ham chiroqni qo'yamiz. Xo'p, yana nimadir yetishmayapti. Mana bu chiroq bor ekan bizda. Mana bu eshikni tagiga qo'yamiz. Qani, oppa. Wow, вообще ajoyib bo'ldi, shundaymi? Ha kapot, bro, mana yonimda ko'rshapalak bor ekan hammanglar. Davay kapot ishingni qilaver. Okey, iltimos sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va videomga ham like bosib qo'yinglar. Mer ketdi qayoqqadir va mani eshigim ochildi obunachilar va nihoyat menga kerak emas bu narsalar. Yo'mayo, mana bu yerni hamma narsa oltindan qilingan chinorsim. Kapot, tabriklayman sen meni shartlarimdan o'tding va mana shu sovg'alar senga, mana bu toj ham. Yaxshi, lekin menga toj kerak emas edi, lekin men juda ham xursandman obunachilar. Wow. Xo'p, sovg'alarni ochaychi, ichida nima bor ekan? Yo'mayo, mana bu narsalarni qaranglar, chinorsin. Hammasi qimmatbaho narsalar va mana bu yerda oltin olmalar ham bor ekan. Mana bu nima? Men yaxshi ko'radigan oltin tortku. Buni вообще yaxshi ko'raman. Okey, yeb taylaymiz. Rahmat sizga janob mer, вообще ajoyib bo'ldi. Yaxshi kapot, seni tabriklayman. Okey. Mana bu izmutlik olma, chinorsin. Buni birinchi marta ko'rishim va mana bu yerda kompyuter ham bor ekan. Yaxshi. Kapot, seni endi kompyutering yangilandi kapot. Da janob mer, вообще ajoyib. Rahmat sizga janob mer, вообще ajoyib bo'ldi. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyga yozib ketinglar.